tuman rivojlantirish yo'lidagi bu loyiha Xiva shahrining kelajakdagi rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ana shu vokzal qurilmasidan oldin Xivaga sayyohlarimiz kelishi oldin kamroq bo'ladigan bo'lsa, vokzal ishga tushgandan keyin bir 3 marta rivojlanib ketdi. Hozirgi kunga kelib-ku bu bir 10 marta rivojlandi sayyohlarimizni kelishi. Yana bundan tashqari bu yerda yaqinda 100 milliardga yaqin pul chiqarib, qisqa muddatda prezidentimizning rahnamoligida shunday tunnel qurildi. Agar shu tunnel qurilmaganida shunday bu yerda 3 mahallamiz shahardan ajralib qolgan edi. Shu 3 mahallaga kirish uchun Xiva shahrini kunbotar qismidan aylanib 3 kilometr aylanib qaytadan kelish kerak edi bu yerga. Hozir mana shu yerda 450 metrlik tunnel qurildi. Shu tunneldan o'tganda shu 3 mahallaga kirib turibmiz. Aytgan sayyohlarimiz shunday shod hurram bo'ldilarki bu voqeadan, chunki bu iqtisodiy tomondan ham, siyosiy tomondan ham juda yaxshi bo'ldi. Endi qolaversa, endi hozirgi kunda mana shu tunneldan sharqdan g'arbga ko'tarilib chiqarsak, shunday bir ansambl yuzaga keladiki, katta 4,5 ming kishilik masjid qurilib turibdi. 37 metrlik minorasi ham bor. Shu Xivani ansambliga, tarixiy yodgorligiga qo'shadigan ansambl bo'lib qurilyapti. Endi qolaversa, mana shu yerdan vokzalni oldidan Hazaras darvozasi deb aytamiz bizlar, ko'pincha Qo'y darvozasi deb aytiladi, sababi Qo'y bozor bo'lgan bu yerda. Shundan vokzaldan chiqqan bilan 700 metr yurgan bilan shunday chiroyli ansamblning ichi bilan turistlarimiz, sayyohlarimiz to'g'ri borib turaveradi shaharning ichiga. To'g'ri borib, mana Ishonqal'ani darvozasiga kirib boradi shundan. Ayniqsa shu keyingi 4-5 yilning ichida Xivada juda katta o'zgarishlar bo'ldi, juda katta qurilishlar bo'ldi. Bu masalan bir shu yilning ichida oladigan bo'lsak, bir 7-8 ta mehmonxona ishga tushdi. Ana masalan prezidentimiz ham aytdi-ku, Xivada hozir 4,5 ming sayyoh joylashadigan mehmonxonamiz bo'lsa, 2030-yilga borib 20 mingga chiqarishimiz kerak ekan. Mana shu Arda Xivani o'zida 2000 o'rinlik mehmonxona qurildi. Hozirgi kunda yana aytib turibman-ku, shu 5 tasi qurildi. Ishonqal'da juda yaxshi mehmonxonalar qurilib turibdi. Ishonqal'da o'zini yashab turgan uyini mehmonxona qiladiganlar ko'paydi. Bu degani nimasi? Sayyohlar kelish ko'payganidan shu yerdagi insonlarning iqtisodiy yaxshilanib, shu hisobga qurib boshladilar shuni. Davlatimiz rahbarining turizm sohasiga